Bir mijozimizga shu fasondagi ko'ylakni tikib bo'lganimizdan keyin ularga bu ko'ylak juda ham yoqib, 5 yoshli qiz farzandlariga xuddi shu fasonda tikib berishimni iltimos qildilar. Mijozlarimizni xursand qilish maqsadida ishlarimizni boshladik. Standart razmerdagi 5 yosh qizlar ko'ylagi asosidan kerakli o'lchamlar va lozim uchun shalvar asosidan razmerlarni olib, andaza tayyorlab olamiz. Ekrandagi o'lchamlar ko'ylak asosining to'liq o'lchami. Andazani shu ko'rinishga keltirib olamiz. Materialimizga qo'yib bichib olamiz. Etak qismiga 10 cm ortiqcha qo'shib bichib olamiz. Yeng qismini xohishga qarab kengaytiramiz. Uchiga rasichka beramiz. Bo'yin uchun kasoy berka tayyorlab olamiz. Tikish jarayonida gipyurini matonga qotirib olamiz. Etak qismini burmaga tortib beliga ulab olamiz. Oldin orqa qismini shu holatga keltirib olib, yelkasini ulab olamiz. Overlock qilib yengini bir tekisda tikib olamiz. Bolalar ko'ylagida bo'yin qismida old yoki orqa tarafini xohishga qarab ozgina ochib, tugma qitash o'rinli kasoy bekani bo'yin qismiga tortib tikamiz. Ona bola uchun yaratgan obrazimiz tayyor.